4 may günü Saba rayon üzerindeki sport kompleksi karşına Yerdem Yeneşe aksiyası kısalarında azık-түлік jıyılması tüyelgen forum maşinası kelip tuqtadı. Tataristan Respublikası Prezidenti təqdimi bilen uyuşturuluşu mındı yerdemni Bəxitli Sevda kompleksi alıp bara. Turmuşta kimlerinin aylık kirimi 8938 sumdan kimrek, 65 yaştan uzgan yalgızı gına yaşavşı, hem az kirimli pensionerlar, Öz məşğul bulub tirkelgen az kirimli hem küp balalı ailelerge berilüşü əlegi köşteneşlerini alışılar sanı bizning rayonumuzda 500'den artık. Yerdem Yeneşe deb yazılgan mınday azık-түлік jıyılmasın her avul jerligi başlığı maxsus maşinalar bilen özü kelip aldı. Bizning mana şu samoizolatsiya rejimi şartlarında özümüzning köpkene işmekerlerimiz, şulay indi ailelerimiz deb aytganda özlerining tobushlarini yo'qotdilar. Ham endi bugungi kunda izolyatsiya rejimin motor etib saqlab, kun sayin endi kishiga ko'pmedar darajada ehtiyojlarini qanoatlantirishga kerak. Mana shu maqsadlarni ko'zda tutib, o'zimizning respublika yetakchiligi shunday aksiyalar o'tkazib, kishilarga produksiyalar tarata boshladi. Bizning mana Temirshah avul jerligidan degan 26 muhtoj oilaga, shulay endi ishini yo'qotgan kishilarga berakda shunday paketlar qaytdi mana bugun. Biz ani Soba o'zagidan olib, o'zimizning Temirshah avul jerligine taratashaqmiz. Ondagi grajdanlarga buning uchun o'zimizning respublika yetakchilarini, prezidentimizga bek zo'r etib rahmat aytamiz. Olg'a tabadagan shunday yordamlar bo'lib tursin, xalq buni bek kuta, ham endi rahmatlarini ayta. Qozan qolasından kelgan munday sin nimetlerini öleşirge biz Şemerdenge yol aldık. Avul jerligi başlığı Aydar Garayev işini usta uyuşturgan. Barısı da joylı bulsun deyip, eng ilk ol volontyorlar bilen kengashib aldı. İsimlikni barladılar. Onları maşinalarga azık-түлік tuturulgan tartmalarını bölüp urnaştırdılar. Turmushlar o'zgarib tura. Mana kim ketganda shunday vaqtda bizning butun dunyo, bizning elimizda, respublikamizda koronavirus bilan связанный samoizolyatsiyaga yo'qolamiz deb ular. Lekin mana turmush o'zining условияларын diktavaydi. Mana shu условияларга bu koronavirus turli xalqimizga deb aytganda turlicha berdi endi. Kimlar ishsiz qoldi, vaqtlicha deb aytdik. Kimnindir aytam problemlar chiqib keta olmay shu o'rindan aytam. Lekin mana shuning uchun mana biz bugun uyushtiq endi bayram vaqtlarida birinchidan aytasi kela shu 1-may o'tgan bayrami bilan hamma oldi bizning 75 yillik 9-may bayrami bilan tabriklab ketasi kela endi. Hamma Ministerstvo sotsial защиты Respublika Tatariston kelgan spiskaga bo'yicha biz bugun tarata boshlaymiz. O'zimizning tugul endi mana shu bergan bizga bo'laktik baydigimiz so'ngli materialniy pomoshmi deb aytdik. Mana uchun bizning qizlarimiz, yigitlarimiz bo'lsa volontyorlar endi men o'ylayman endi bugun taratib bitira olamiz deb. Biz endi hozirgi kunda mana shu yordamga muhtoj, umuman 65 yoshdan ulkan yoshdagi kishilarga yordam etamiz. Bizning endi shanlikka mana shular yordam etib korobkalar, turli rizqlar, produksiya, elə shular endi biz kerak vaqtda dorilar, aptekadan dorilar olib kelib beramiz ulkan kishilarga. Ham endi ulkan kishilar narsa tilaydi, endi produksiya kerak, biz ularga endi shular yordam etamiz, kibitlardan ularga produksiya olib beramiz. Muhtoj kishilar bormi? Albatta bor. Muhtoj kishilar bugungi kunda shoqti. Ularga shundan da yordam kerak baralar. Ana birekte nindi qatlam kishilari sizga ko'proq murojaat etadi? Odatda ko'proq ulkanroq yoshdagi kishilar murojaat etadi, ham endi ko'p bolali oilalarga yordam kerak. Qullarda isimlik. Endi hozir tortmalarni eyalarına iltirga kerak. Birinchi bo'lib biz Şemerdendagi Tuqay uramının 4-yurtunda yaşavchi Ramziya Temirg'aliyevalar yurtuna yo'l oldik. Әлеге oilada 3 bola tarbiyalana. Volontyorlar ulu ullari İlsafqa ko'shtanashni berib qoldirdilar. Irina Sergeyeva bir o'zi 2 bola o'stira. Oylik kirimi oz. Bəxitli Sevda kompleksi tuturgan bu ko'shtanashlarni ko'ruga ul bek suyundi ham zo'r rahmatlarini yetkirdi. Gulnoz Zakirova oilasine de volontyorlar qo'lidan 1200 so'mga hisoblangan shayi, konfeti, pechenyesi, o'simlik moyi ham konfetlari tutilgan oziq-түлік jiyilmasin olu baxti tatidi. Bek zo'r rahmat. Bunday pazar kutmagan edim. Bu bo'ldi endi, o'ylamaganda. Bek zo'r rahmat sizga. Prezidentimizga da bek zo'r rahmat.